Assalomu alaykum, xonavto kuzatuvchilari. Mashinani qaranglar. Toyota Prado. Mashina вообще tiniq, zo'r holatda ekan. Pertyashkalargacha qilib qo'yilgan sideniyalari. O'rni mana 7 o'rindiqlik. Motori eng qizig'i motori, mo yurishini qaranglar. Motor ovozini qaranglar. Xo'sh, probegi 277 ming. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi 2-3 ta detalida bor. Diskalarda ham katta yumshoq balonlardan qo'yib qo'yilgan. 2 ta metan propani ham bor mashinani. Motori 207. Motorni ishlab turishini qaranglar. Hech qanaqa mashinani hadovoyida, motorida hech qayerda rasxod yo'q ekan. Olaslar, minaslar tayyor mashina ekan. Bu bo'lib ham hali Rossiyaga shunday orqasiga bitta pritsepni ulab bir reys borib kelib 3-4 ming dollar topadigan mashina ekan. Hali jicha 5-6 reys qilsangiz o'zini pulini chiqarib oladigan mashinada bu. Holatini qarang, mashinani вообще go'zal. Tiniq holatda. Orqalari ham motori mana shu yurib turibdi mashina. Bu mashinalar o'lmas kashshaydi. Qancha yursangiz ham hech narsa bo'lmaydi. Bu mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak 18,5 ming.